Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinov'ның Momamның şifalık doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema ko'z munchoq. Ko'z munchoq. Xuddi o'tmishdagilardek, bugungi narsalarning beshidagi do'ppisida, ko'ptisining to'shida tikilgan ko'z munchoqlarni ko'rish mumkin. O'g'il yoki qiz bo'lishidan qat'iy nazar, ba'zi narsalarning bilaklariga ko'z munchoq tizimlari bog'langan. Bilmaganlar ularni zinnat buyumi deb qilish mumkin. Turmush tajribasi mo'l, hushyor odamlar bu munchoqlarning balaga bezak emas, balki ko'z tegmasligi uchun esilganligini farq qila oladi. Ba'zi uşaq balalarning biligidagi ko'z munchoqlar orasidan jigdi sho'ngidan yasalgan sun'iy munchoqlarni ko'rishga bo'ladi. Qandaqla bo'lmasin, ularning hammasi til tumarning vazifasini o'rinlaydi. Shaxsan o'zimning kuzatishimcha, ko'z munchoqning jigdi sho'ngidan yasalgan munchoqning shifoli xususiyati yo'q. Undaqda ko'z munchoq nimishqa tutiya? Nimishqa uni balalarning odamning ko'zi tushadigan yeriga tikib qo'yamiz yoki bog'laymiz? Turmushda ko'zi o'tkir odamlarning borlig'ini hatto fanmu inkor qilmaydi. Ba'zilarni kichik tilida yoki ko'zida mang bor ekan deb qo'yamiz. Onalar o'z farzandlarini xuddi shundaqlardan saqlashga tirishadi. Uni turmushda uchirtib turamiz. Chunki undaq xislati bor odamlar narsalarga tikilib bir qarab qo'ysa yoki balaning chiroy shaklini, gap so'zining, qiliqining tatliqligini so'zladimi, bo'ldi. Go'dakka och ko'radi-da, hayol o'tmay yig'lab, olamni ma'lum qiladi. Yoki balaning qizitmasi o'rlab, xomush bo'lib qoladi. Undaq tilda mingi bor odamlar turmushda hayvonlarga, gul giyohlarga o'zining oshko'zligi bilan parakandichilik soladi. Shunga qo'g'inchilar qo'g'inliqning beshiga, kapsining oldiga zirangzi terib o'stirdi ekan. Qo'g'inchilarning aytqini rost bo'lsa, kelgan mehmonning ko'zi birdan bir tavuzga emas, hüppida ichilib turgan zirangziga tushdi ekanda, butun diqqati shuning sarf qilinganlikdan gipnoz ojizlashib, qo'g'in tavuz yomon ko'zdan omon qoladi ekan. Demak, narsalarning do'ppisidagi, ko'ptisidagi, biligidagi ko'z munchoq, jigdi sho'ngidan yasalgan sun'iy munchoq, qo'g'in tavuzni yomon ko'zdan saqlab qolgan zirangzining rolini o'ynaydi ekan. Chunki har qanday odamning ko'zi birdan balaning chiroy shakli, qiliqiga emas, balki narsidining bezaklariga tushidi va tilida mingi bor odamning ko'zlaridagi gipnotiklik ta'sirini ojizlashtiradi. Shunga undaq odamlarning yomon ko'zi balangizga ancha qattiq ta'sir qila olmaydi. Saqliqda xo'rliq yo'q degandek, balalarimizni yomon ko'zdan saqlaydigan bu odatni unutib qolmaganimiz yaxshi. Och kirish. Bu o'z oldiga mustaqil bir og'riq bo'lmay, pishqadam onalarning aytishicha, ichi tor, bala qulunliq bo'lmagan ba'zi kishilarning och ko'z nazarining balalarga yomon ta'sir berishidan bo'larmish. Ko'z tegganda bala nihoyatda qattiq og'rishi, kutilmagan ishlarning yuz berib qilishi mumkin. Lekin och kirgan bala haqiqatan yengil bo'lganda yig'lab, qag'ishlik qilib, o'zimi bearam bo'ladi. Ota-onalarni parakanda qiladi. Yosh onalar mayli qanday vaqtda kelishidan qat'iy nazar, momam rahmeti odati bo'yicha balaning u yer, bu yerlarini silab ko'rgandan keyin uning ko'zlariga sinchilab qaraydi. Chunki och kirgan balaning ko'zlari o'ltirishib, chiroyi tatirib ketadi. Bundaq ahvolni ko'rgan momam eng oldi bilan inson uchun eng muhim bo'lgan non, tuzni oladi. Andin nonni kichik ushtib, momam nonni 5 yoki 7 parcha qilishni hargiz unutmaydi. Balani ashlashga kirishadi. Momam asnab o'ltirib, och kirdi, chush kirdi, qalam qoshliq, so'mbul sochliqlarga bor, eski tamliq ket,
mening balamda yoki qizimda nima ish qilasan degan so'zlarni yenishlab takrorlaydi va qo'lidagi nonga tuf tuf deb tükürgandek qiladi. Tuznimi xuddi shundoq bo'lib balani ochlaydi. Oxirida balaning onasi balasini ko'tarib o'rin yo'tkab o'ldiradi. Shunda momam nonni ishtiqi berivat deb manga tutqizatdi. O'zi tuzni opirib o'choqdagi qo'qqasga to'katdi. Ba'zida to'rt ko'chaning chetishgan yeri deb yo'ldan bir siqim to'pa oldiribmi ochlaydi. Momamning tushunchasida yo'lmu ulug' hisoblanadi. Balalarda bo'ladigan bu og'riqni davolash bugungi kunda momamdan bizga miros bo'lib qoldi. Chunki menmu balaliq, nevralik bo'lgan odamman. Balalarimning kulgisi men uchun davlat. Ba'zilar och kirib qolgan balalarni ochlash udum qo'g'lishidi. Faqat udumida bor odamlar qiladigan ish deb o'zlarini qochirdi. Biroq men bu fikrga qo'shilmayman. Bu yerdagi asosliq narsa sizning ixlosingizga bog'liq. Ishonmasangiz, balangiz yoki navringizga och kirganda o'zingiz ochlab ko'ring. Qandoq bo'ladi ekan? Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.